Reportajimizni UMFT oliygohida davom ettiramiz. UMFT oliygohi talabalari 2 yil UMFTda o'qib, qolganini esa Janubiy Koreyaning Tokyo universitetida davom ettirib, yurtimizga nafi tegadigan inson bo'lib yetishmoqda. Siz o'g'lingiz nima qilyapti? Biz o'g'il faqat yeydi, ichadi, yotadi. Kamiga nosimni ham o'g'illar chekadi. Yo, dada, nosni mushukka chektiruvdi. Yaqindagina importning Bomish nomi bilan tanilgan shaxs o'zining shaxsiy brendiga asos solib biznesmen bo'lib ketdi. Sizning o'g'lingiz shunchalik bo'la olmaydimi? Qodir aka, imandan sizning o'g'lingiz shunchalik bo'la olmaydimi? Studiya? Eshitdingmi? Qodir aka deb menga gapiryapti. Shu sani o'rningga mana shu Bomish o'g'lim bo'lsa bo'lar ekan. Dada, bu Bomish sizdan katta. Qo'y! Sen chesting yo'q bolasan, gapirma. Marhamat, siz gapiring. YouTube tarmog'ida Nastya ismli 5 yoshli qizcha o'zining videolari orqasidan millionlab dollar pul topib oilasini boqmoqda. Sizning o'g'lingiz martda 26 ga kiradi. Qodir aka, nima qilib qo'ydi sizning o'g'lingiz? Tug'ilgan kuninggacha bilar ekan. Sharmandaga o'ldirding meni. Sen o'tgan kun nima ichib ko'rding?